Rahmanim. Assalomu alaykum aziz obunachilar, hammangizga assalomu alaykum degan holda, xudo xolasa bugungi video roligimiz Andijon Jahon bozorini mebellari ko'chgan Sharxon yo'liga. Mana shuni sizlarga xudo xolasa inshaalloh chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Uz bozor inshaalloh yana ishga qaytdi. Kommentariyani, layklarni banglat orasizlar, xudo xolasa chotki qilib sizlarga hammasini yetkazishga harakat qilaman. Bugun mana shu joyda qayerda joylashgan, qanaqa zdaniyalari bor, shularni bir chekkadan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Ketdik. Aziz obunachilar, mana video rolimizni boshlab oldik. Xudo xolasa mana shuni tanishtiramiz. Mana shu Andijon Jahon bozori mebellari ko'chgan joyi. Mana Andijon mebel markazida joylashgan. Mana shu joyimiz Andijon Sharxon yo'lida. Andijondan kelishda, bu yoq Andijon bo'lsa, Andijondan kelishda chap qo'lda. Sharxondan kelishda o'ng qo'lda joylashgan. Mana shu joyda joylashgan. Bu yog'i ona Andijon Sharxonni Kurgovoy bo'lsa, ona shu joy. Ashirdan chiqancha kirmaganinglarda kirgan. Bir qanchadan sanadi? 500 metr ichkariga kirganinglarda joylashgan. Xo'p, hozir men sizlarga xudo xolasa kirib, bir chekkadan ichkariga kirmasam ham, bugun narx-navolarni, mebellar narx-navolarni tushuntirmasam ham, xudo xolasa mana shu zdaniyalar mana ko'rib turganinglardek ko'p. Shularning ichida qayerda nima joylashganligiga tushuntirib berishga, yetkazib berishga harakat qilaman. Layklarni banglatasizlar degan umiddaman. Bozor kanali xudo xolasa yana ijodga qaytdi. Xudo xolasa bonni bundan buyog'iga kommentariyada mana shu obunachilarimiz nima deb yozsa, nimani iltimos qilingan bo'lsa, ana shu narsalar bonni oldingidek chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Ketdik obunachilar. Mana shu kirib olishimiz birinchi glavniy zdaniyasi. Har bitta nimasida bor o'zi glavniy zdaniya. Mana shu o'rtadagi, bu yoqdan ham, bu yoqdan ham kirgan o'rtada joylashgan zdaniyasi. Ketdik. Bu old tomon bo'lsa, aytgancha obunachilar, buni orqa tomonida ham zdaniyalar bor. Orqa tomonda ham xudo xolasa ponni mana shu mebellarimiz joylashgan. Mana ichkariga zariga kirganimizda bu yoq asosiy mehmonxonalar uchun joylashgan mebellarimiz sotiladigan zdaniyasi. Ko'rib turganinglardek. Kuxna stollari shular. Bundan keyingi nimalarda spalnilari bor. O'ng tomonga qarab yurganlarda spalnik, mehmonxona uchun ugolok shular joylashgan zdaniya. Orqa tomonga o'tganlarda yakkalik spalnilar joylashgan, kuxunli mebellar joylashgan shular. Azomatlar mana hozirda aytgan joy, mana katta ko'chadan kirib kelganlarda to'g'rida joylashgan zdaniya bo'ladigan bo'lsa, mehmonxonalar uchun joylashgan stol, kuxunli stollar shular. Agar bundan keyingi zdaniya mana ko'rganinglarda o'sha yozuvdan keyingi mana Andijon mebel markazidan keyingi zdaniyasida plastiklar, ugoloklar joylashgan mehmonxonalar uchun. Asosiy oldi tarafida bu mehmonxonalar uchun joylashgan mebellarimiz bor. Orqa tarafida zdaniyada so'rilar, tashqi o'zimizning sahnalar uchun qo'yiladigan yakkali mebellar, spalnilar joylashgan. Kuxunli nima desa bo'ladi, garniturlar, shular buni orqa tomondagi zdaniyasida joylashgan. Xullas, obunachilar, narx-navolarni yetkazib bera olmayman bugun. Xudo xolasa keyingi video rolikda har bitta zdaniyaga kirib, har bitta zdaniyada joylashgan mebellar narx-navolari bilan chiroyli qilib yetkazib berishga, telefon nomerlarini, ustakalarimiz hammasini olib yetkazib berishga harakat qilamiz. Mana shu videolarni banglatasizlar degan umiddaman. Reklamachilar bo'lsa, reklama qilmoqchi bo'lganlar. Men sizlarga mana shu ekranda nomerlarimni qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa reklamalarimizni ola olamiz.